Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Efirda yana sizlar bilan inson huquqlari nomli ko'rsatuvimizda ko'rishib turganimizdan benihoyat mamnunmiz. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali sizlar bilan aynan mehnat qonunchiligini bilish qanchalik zarur degan savolga javob topamiz. Hamda studiyamiz mehmonlari Termiz davlat universiteti yuridik fakulteti o'qituvchisi Nazarov Elbek hamda Termiz davlat universiteti yuridik fakulteti talabasi, yuridik klinika a'zosi Xolmurod va Sevinch bo'ladilar. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bilamizki, huquq sohasi juda ham ko'p tarmoqlardan iborat. Aynan shular orasida mehnat qonunchiligining ahamiyati qanchalik muhim? Keling, dastlab shu haqida so'zlashamiz. Avvalo taklif uchun rahmat. Demak, yuqorida to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Demak, huquq sohasi ko'plab tarmoqlarga, yo'nalishlarga bo'linadi. Shu yo'nalishlardan iborat. Masalan, jinoyat huquqi yo'nalishi yoki oila huquqi yo'nalishi yoki fuqarolik huquqi yo'nalishi kabi demak yo'nalishlari mavjud. Bular orasida mehnat qonunchiligi, mehnat huquqi ham demak alohida ahamiyat kasb etadi. Sababi fuqarolarimizmi yoki ish beruvchilarmi umuman barcha mehnat qonunchiligi bo'yicha o'zini mehnat huquqlarini demak bilishi, ish beruvchi bo'ladigan bo'lsa xodimlar bilan qanday tartibda mehnat munosabatlarga kirishadi, xodimlar bo'lsa ish beruvchilar bilan qanday munosabatlarga kirishadi, fuqarolarimiz ishga joylashish uchun qanday huquqlari bor, xodim sifatida uni huquqiy maqomi qanday, shu kabi demak masalalarni bilishi, o'rganishi uchun albatta mehnat huquqi, mehnat qonunchiligi juda zarur deb hisoblayman. Bundan tashqari o'zi mehnat huquqi fani ish beruvchi va xodim o'rtasidagi yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni demak tartibga soluvchi fan sifatida bilamiz. Aynan masalan mehnat shartnomasi, birgina mehnat shartnomasi mavzusini oladigan bo'lsak o'zini, demak uni tuzish tartibi, uni asoslari, keyin mehnat shartnomasini bekor qilish yoki o'zgartirish demak asoslari, tartibi bo'yicha ko'plab normalar mavjud. Aynan masalan mehnat shartnomasi bilan bog'liq masalada mehnat shartnomasi tuzayotganda unga kiritilayotgan shartlar, ba'zi bir xodimlarimiz bor, mehnat shartnomasi tuziladi, ishga kirganidan xursand bo'lib, shartlarni ham o'qimaydi, qo'l qo'yadi. Buni ichida nimalar kiritilgan, qanaqa vazifalar yuklatilgan, shu kabi bunga boshqa o'xshash ham bir qator nima deydi, masalalar mavjud. Bundan tashqari masalan yana biz ish vaqti bilan bog'liq masala, ta'tillar bilan bog'liq masala, ko'pchilik mana masalan tashkilotlarda amaliyotda hozirgacha masalan to'g'risi buni tan olishimiz kerak. Ish vaqti rejimi deylik soat 12:00 gacha belgilangan bo'lsa, ko'p tashkilotlarda bilamizki soat 18:00, 19:00, 20, hatto 9:10 kechki vaqtda aytyapman, shu vaqtgacha davom etish holatlari uchraydi. Endi fuqaro umuman xodimlar yoki umuman barcha shaxslarimiz aynan shu bilan bog'liq mehnat huquqlarini o'rganmaganligi, bilmaganligi sababli amaliyotda mana shunaqa ko'plab nima deydi, ko'ngilsiz hodisalarga duch keladi. O'shaning uchun bu mehnat qonunchiligi o'sha bir huquq tarmog'ini bir alohida bir ahamiyatli soha sifatida e'tirof etishimiz mumkin. Mehnat qonunchiligini, mehnat huquqini o'rnini mana oxirgi paytlarda bo'layotgan o'zgarishlardan ham bilishimiz mumkin. Masalan 2022-yil yangi tartibdagi mehnat kodeksi qabul qilinib, 2023-yil demak 30-apreldan boshlab kuchga kirdi. Va shunga o'xshagan yana bir qator mehnat qonunchiligi bilan bog'liq normalarni o'zgarayotganligi bu mehnat huquqini o'sha huquq fanlari orasida demak o'rni sifatida demak baholashimiz mumkin ekan. Aynan mehnat qonunchiligining foydali taraflari haqida bilib o'tdik. Endi fuqarolarimiz uchun aynan mehnat qonunchiligi qay darajada muhim? Albatta, mehnat huquqini bilish fuqarolarimiz uchun juda muhim hisoblanadi. Mehnat huquqi faqatgina ish beruvchi va xodimning o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solibgina qolmay, fuqarolarning mehnat jarayonidagi o'zlarining huquqlari va majburiyatlarini bilishi va ularni himoya qilishi uchun kerak bo'lgan huquqiy bilim hisoblanadi. Shuningdek, fuqarolarimiz bugungi kunda bilamizki, juda ko'plab mehnat huquqiga oid bo'lgan muammolarga duch kelmoqda. Ayniqsa, oylik maoshlarning o'z vaqtida berilmasligi, mehnat shartnomasining qonunga xilof ravishda buzilishi, shuningdek yana ularni o'sha mehnat qilish jarayonidagi mehnat sharoitlarini xavfsiz emasligi kabi muammolarga duch kelmoqda. Agarda har bir fuqaro o'ziga tegishli bo'lgan asosiy mehnat huquqlarini bilsa, ular o'ziga tegishli bo'lgan mehnat huquqlarini himoya qila oladi. Shuningdek, talab qilish huquqiga ega bo'ladi. Agarda fuqaro talab qilsa, ish beruvchi ham o'zidan kelib chiqadiki,
adolatli mehnat sharoitlarini ta'minlash, ularga yaratib berish uchun majbur bo'ladi. Shu bilan birgalikda biz jamiyatimizda adolatli mehnat sharoitlarini yaratish, shakllantirish, shuningdek fuqarolarning huquqlarini ta'minlash va ijtimoiy birdamlikka erishamiz. Mehnat huquqlarini fuqarolarga kerakli yana bir jihatlardan biri bugungi kunda mehnat migratsiyasi juda kengayib bormoqda. Shu sababli fuqarolarning nafaqatgina mehnatning ichki huquqlari va balki xalqaro huquqlarini ham bilish o'rinli hisoblanadi. Chunki ular xalqaro miqyosda ham o'ziga tegishli bo'lgan asosiy mehnat huquqlarini himoya qilish huquqlariga ega bo'ladi. Fuqarolarimizni mehnat huquqlarini bilish faqatgina davlat siyosatida emas, fuqarolarimizning o'ziga kerakli bo'lgan hayotiy zarurat ham hisoblanadi. Rahmat. Endigi savolimiz shundan iborat, ya'ni mehnat qonunchiligi asosan tashkilotlar uchun yoki bo'lmasa ish beruvchilar uchun qanchalik muhim hisoblanadi? Shu haqida ham aytib o'tsangiz. Yuqorida Sevinchxon fuqarolarimiz uchun va xodimlarimiz uchun qanchalik ahamiyatli ustida to'xtalib o'tdi. Xuddi shu kabi fuqarolarimiz yoki xodimlarimiz uchun mehnat qonunchiligini bilish qanchalik ahamiyatli bo'lsa, bu ish beruvchilar uchun bundanda 2 karra mas'uliyat yuklaydi. Yuqorida aytib o'tdim, yangi tahrirdagi mehnat kodeksi qabul qilinganligi to'g'risida. Eski tahrirdagi mehnat kodeksi 294 ta moddadan iborat edi. Yangi tahrirdagi mehnat kodeksimiz amaldagi o'sha 2023-yil 30-apreldan kuchga kirgan mehnat kodeksimiz 581 ta moddadan iborat. Bu degani normalar 2 barobar oshdi degani. Ushbu normalarni o'rganish, ushbu normalarga amal qilish ish beruvchilar uchun juda katta mas'uliyat his qilishiga sabab bo'ladi. Sababi xodim bilan mehnat munosabatlariga kirishar ekan ish beruvchi. Har bitta chiqarayotgan buyrug'i, qabul qilayotgan qarorlari albatta o'rinli va mehnat kodeksiga asoslangan bo'lishi kerak. Birgina masalan, deylik, mehnat shartnomasini bekor qilish bilan bog'liq masala hozirgi kunda amaliyotda eng ko'p uchraydigan holatlardan biri hisoblanadigan bo'lsa, ogohlantirish muddatlariga demak amal qilmasligi yoki bo'lmasa mehnat shartnomasini bekor qilishda o'sha qonun talablarini bilmasligi, buzib qo'yish holatlari bu ish beruvchini o'ziga katta muammolarni keltirib chiqarmoqda va bu ko'plab nizolar kelib chiqishi va sudlarda ish beruvchi tomonidan demak ushbu nizolarda yutqizib qo'yib, o'sha xodimni qaytadan uni ishga tiklab qo'yish yoki bo'lmasa o'sha ishlamagan davri uchun o'sha majburiy progul uchun demak kompensatsiya pullarini undirish, ma'naviy zararlarni undirish kabi holatlar juda ko'plab uchramoqda. Bundan tashqari o'sha xodimlarga masalan ta'tillarni berish tartibiga rioya qilmaslik yoki ishga qabul qilish bilan bog'liq masalalarda rioya qilmaslik yoki mehnatga haq to'lash bilan bog'liq masalalarda rioya qilmaslik holatida juda ko'plab muammolar keltirib chiqarmoqda. Va birgina masalan oylik maoshi o'z vaqtida to'lanmasligi ustida yuqorida aytib o'tildi. Yangi tahrirdagi mehnat kodeksimiz bo'yicha har bir kechiktirilgan uchun oylik maoshmi yoki boshqa qandaydir to'lovlarmi, kafolatlangan to'lovlarni har bir kechiktirilgan kun uchun demak oshirilgan miqdorda kompensatsiya bilan to'lash holatlari hozirgi kunda ko'plab ish beruvchilarimiz shu kabi demak holatlarga tushyapti. O'z vaqtida to'lamaydi, demak qonunchilikni yaxshi bilmaydi, o'shaning uchun o'z vaqtida to'lamaydi va natijasida o'sha 2-3 balki 10 hissalab demak o'sha to'lamagan oyliklari yoki kechiktirgan oyliklari uchun to'lash uchun majbur bo'lyapti. Bundan ko'rinib turibdiki, bundan shu narsa anglashiladiki, demak ish beruvchilarimiz uchun ham o'sha mehnat kodeksini, mehnat qonunchiligini faqat kodeksdan iborat boshqa o'sha qonunosti hujjatlari ham bor mehnat huquqi bilan bog'liq. O'shalarni demak o'rgansa ish beruvchilarimiz albatta ertangi kunda yoki kelajakda shu yuqorida aytib o'tgan kabi nima deydi, muammolarga bir ko'ngilsiz holatlarga duch kelmaydi degan fikrdaman. Rahmat. Endigi savolimiz shundan iboratki, aynan fuqarolarimiz o'zlarining buzilgan huquqlarini tiklash uchun qanday tashkilotlarga murojaat qilishlari o'rinli deb hisoblaysiz? Juda ajoyib savol bo'ldi. Bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi bu. Fuqarolarimiz o'zlarining buzilgan huquqlari bo'yicha birinchi navbatda kambag'allikni qisqartirish va bandlikni ta'minlash vazirligining hududlardagi bo'limlarida mehnat inspektorlari mavjud. Ushbu inspektorlarga murojaat qilishlari mumkin. Shuningdek, bilamizki, huquqni muhofaza qiluvchi organlarimizga ham murojaat qilishlari mumkin. Shu jumlasidan sud organlariga, prokuratura organlariga va adliya organlariga himoya qilib, o'zlarining buzilgan huquqlarini tiklashi va o'zlariga yetkazilgan zararni qoplashi mumkin. Demak, Sevinch to'g'ri aytib o'tdilar. Shu o'rinda qo'shimcha qilmoqchiman. Bundan tashqari tashkilotlarda o'zini mehnat nizolari komissiyasi mavjud.
shu mehnat nizolari komissiyasi ham o'sha xodimlar buzilgan huquqlari bo'yicha o'sha komissiyaga murojaat qiladigan bo'lsa, o'sha komissiya tarkibida huquqlarini, demak, buzilgan huquqlarni ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bilamizki, har qanday noqonuniy qilmish uchun jazo muqarrar hisoblanadi. Endigi savolimiz shundan iboratki, ya'ni aynan mana shu mehnat qonunchiligini buzgan fuqarolar uchun yoki buzgan tashkilotlar uchun qanday javobgarlik choralari belgilangan? O'rinli savol bo'ldi. Hozirgi kunda biz yuqorida aytib o'tganimizdek, bir qator o'sha fuqarolarimiz va ish beruvchilarimiz tomonidan mehnatga oid munosabatlarda qonun buzilishlar holatlari duch kelayotganligi va buni oqibatida nizolar vujudga kelayotganligi to'g'risida to'xtalib o'tdik. Agar ish beruvchi tomonidan mehnatga oid munosabatlarda mehnat va mehnatni muhofaza qilishga doir qonun hujjatlarining buzilishiga sabab bo'ladigan bo'lsa, bu Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 49-moddasiga muvofiq 5 barobardan 10 barobargacha miqdorda jarima nazarda tutilgan. Yosh bolalarni mehnati buni tartibga solish bilan bog'liq masalada qonun buzilishlari holatlari yuzaga keladigan bo'lsa, demak 10 barobardan 20 barobargacha miqdorda jarima nazarda tutilgan. Bundan tashqari Jinoyat kodeksida ham bir qator jazolar belgilab qo'yilgan. Aynan bila turib g'ayriqonuniy ravishda, demak, ishdan bo'shatish, aynan ma'muriy javobgarlikka tortilgandan keyin sodir etiladigan bo'lsa, jinoiy javobgarlik belgilangan bo'lib, Jinoyat kodeksining 148-moddasiga muvofiq, demak, bazaviy hisoblash miqdorini 25 barobargacha jarima, 3 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoki axloq tuzatish ishlariga jazosi bilan jazolanishi mumkin. Bundan tashqari, Jinoyat kodeksida shunaqa norma bor, homiladorligini bila turib yoki yosh bolasi borligini bila turib ishga qabul qilmaslik to'g'ridan-to'g'ri jinoiy javobgarlikka tortilishiga va bu 25 barobargacha miqdorda jarimaga va 3 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish va axloq tuzatish ishlariga jalb jazosiga tortilishi mumkinligi to'g'risida normalar belgilab qo'yilgan. Rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun. O'ylaymizki, aynan mehnat qonunchiligini bilish, aynan mehnat qonunchiligi fuqarolarimiz uchun qanchalik muhimligi yoki bo'lmasa boshqa shaxslar uchun qanchalik muhimligi to'g'risidagi ma'lumotlar barcha uchun foydali bo'ladi deb o'ylaymiz. Mana aziz teletomoshabinlar, bizlarga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.